Allo? Assalomu alaykum ona. Bolam yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Charcham ishlayapsanmi? Uy olishadimikin? O'zimni jamg'arib qo'ygan pullarim bor. O'shalardan bugunoq to'lab kelaman. Voy. O'zimda nabiralarimga uy kerak bo'lsa, beraman-da. Bejiz aytishmaganda danagidan mag'zi shirin deb. Gap shundaki, farg'onalik ayol sobiq kelini bilan ketgan nabiralari uchun 8000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni aliment hisobidan oldindan to'lab berdi. Ma'lum bo'lishicha, ayolning o'g'li kelini bilan ajrashgan, 3 nafar nabiralari esa onasi bilan birga ketgan. Shundan so'ng joriy yilning fevral oyida sud tomonidan otaga voyaga yetmagan farzandlari uchun aliment to'lash belgilangan va ijro ishi Farg'ona viloyati majburiy ijro byurosi Marg'ilon shahar bo'limiga topshirilgan. O'zim ishlab to'plaganlarim uyga ozroq yetmas ekan. Lekin 3 ta bolamga uy ham olmasam bo'lmaydi. Nima qilsam ekan? Ha, yaxshisi otasidan so'rayman. Aliment hisobidan bersa, uy olaman. Kelinning ayni fikrlari qaynonasi tomonidan ham ma'qullanib, o'g'li xorijda ekanligi sababli kelini so'ragan 8000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni nabiralarining aliment hisobidan oldindan to'lab bergan. Majburiy ijro byurosi Marg'ilon shahar bo'limi ish yurituviga fuqarolik ishlari bo'yicha Farg'ona tumanlararo sudining qaroriga asosan qarzdor otadan undiruvchiga 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari uchun aliment undirish belgilangan. Ijro hujjati bo'yicha undiruvchi ona murojaat qilib, oldindan uy olish uchun 8000 AQSh dollari olishini bildirib kelgan. Bu murojaatiga yuzasidan qarzdor chet elda bo'lganligi sababli qarzdorning onasi bilan gaplashib, nevaralari uchun oldindan 8000 AQSh dollari undirib berildi. Mazkur holatda bir qarashda qaynona ham kelin ham mardlik ko'rsatgandek go'yo. Biroq 3 nafar voyaga yetmagan bolalarga yangi uy ota-ona mehri bilan to'lgan to'liq oila quvonchini bera olarmikan? Xulosani esa yana o'zingizga qoldiramiz.